Assalomu alaykum hammaga. Biz chemodanlarni yig'dik. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biza Turkiyaga yo'l oldik o'rtoqlarim bilan. Sekin Germaniyadan chiqib ketib, hozir aeroportda duty free'damiz va 5 kunlik, 4 kunlik, xudo xolasa Turkiyani Istanbulga aylanamiz, xudo xolasa. Gazmi gaz. O'zbekistondan tashqarida birinchi davlatim Germaniya bo'ldi, ikkinchisi Polsha bo'ldi va uchinchisi mana Turkiya bo'ladi, xudo xolasa. Ketdi hozir. Sekin samolyotga o'tirish boshlaymiz. Bo'ldi o'rtoqlar, biz yetib keldik. Yo, hozir avtobuschamizga o'tiramiz. Bitta sekin tushamiz. Hop. Mani bor budim, mana shu chemodan bilan qo'limdagi popga. Bo'ldi, katta chemodan olmaganman, bu yerda aeroport, samolyotchik. Hoppa, bo'ldi. Chemodanlar hamma narsa olingan. Уже aeroportdan sekin chiqib ketamiz. Wi-Fi ga ulanib oldik aeroportda. Internet ishlatgani. Lirani almashtirib oldik, dollari, yevroni. Anaqaga liraga almashtirib oldik. Birinchi liramni qo'lga kiritdim va atigi 10 yevroga, ya'ni bu taxminan 120 ming so'mga, bu yerda 200 va 20, ya'ni 520, bu yoqda tanga 525 lira tushyapti. Вообще jinni-yu tanga. Xullas biz bo'ldi. Aeroportdan chiqib metroga kelib oldik. Hoppa, mana metro. Hozir 6 minutdan keyin, 6 daqiqadan keyin keladi. Gaz. Endi Turkiya metrolarga chiqib oldik. To'g'risi hozir metroda yurdik. Metroni ovozi juda balandroq ekan, Germaniyaga solishtirgandan ko'ra, O'zbekistonga solishtirgandan ko'ra balandroq ekan. No, endi otelgacha 1,5 soat yo'l yurish kerak bo'ladi. Hozir metroda 1 soat, keyin yana almashtiramiz, yana yarim soat. Uzoq bo'ladi. Shunaqa masala. O'zi 3 soat yurdik, aeroportga keldik. Endi 1,5 soat yana metroda. Gaz. Berlinda shu narsa yo'q. Xullas biza kelib oldik. Metrodan metroga o'tib yurimiz. Vashshi, ana metro sistemasi bilmadim, juda qiyinroq ekandek tuyulyapti. Sal ajib-ajib tuyulyapti. Bundan bu yoqqa tam Germaniyada olib qarasak, solishtirsak, bu yerdan ancha strukturalari qanaqadir osonroq ekan. Yoki shunchaki bu birinchi marta umuman Turkiyada bo'layotganimga, hali hech narsani tushunmayotganimizga va turk tilini ham jazor bilmayotganimga, sistemani yaxshi bilmaganimga sal qiynayotgan bo'lsam kerak o'zi katta ehtimol bilan. No, qanaqadir o'zi birinchi tuyulishi anaqa bo'ldi. Ajib-ajib, qiyinga o'xshabroq tuyuldi. No, menimcha ko'p yursa, o'rganib ketsa kerak, bemalol, oson bo'lib. Shunaqa masalada shahar o'ziga keldik, hozir otelga qancha? 15 minut peshqon yuramiz. Bu yerda bunaqa qiziqarli parkovkalar bor ekan. 2 etajli parkovkalarmi? No, shunaqa qiziqarli, boshqacha. Qanaqadir oldin ko'rmagan ekanman bunaqalardan. Gap yo'q. Xudoga shukr, yetib keldi otelga. Eng kirsak bu. Shuna kirishdim, mushul yotibdi, maza qilib. Ichkarida sekin hozir nomerimizni olamiz. Bo'ldi, ikkinchi etajdamiz, shuna chiqdik. Bu yoqda mana 204-xona. Bismillah. Assalomu alaykum. Xullas, atigi bir xonali otel ekan, televizorchasi bor. Xo'p, anaqaga borganimizda, Myunxenga borganimizda ham bir xonali edi-yu, no ancha katta edi. Bu yerda 2 kishiga, bu yerda 1 kishiga shunaqa atmosferasi bor, anaqa rasmchalari bilan. Bu yerda bo'ldi, ovqatlangan o'tamiz. Bu yerda hammomchasi kichkina, bunaqa. Bu yerda kichkina anaqa balkonchasi desam, shunchaki vid bor ekan tashqariga. Bo'ldi, shunaqa masala. O'zi ham bor Turkiyani chiroyli-da, albatta chiroyli. Men chiroyli emas, tozaroq deb o'yladim. Hozir g'adiri budur shunaqa yo'llardan kelamiz. Shu bilan birgalikda o'tir musor to'lib yotibdi yerdan. Voy! Unaqa o'tirma odam ko'rib, wow degan vaziyat emas. Toshkentda yoki umuman O'zbekistonda, aynan Toshkentda ko'proq men unaqa vaziyatlarni ko'rmaganman. Istanbulda ko'proq hozir boshidan musor. Xalas. Xullas biz ovqatlangan keldik, ozgincha KFC yo'shigan narsani olib, gaz bosib, keyin ovqatlanib olamiz, xudo xolasa, keyin uxlagan
Turkiya, Istanbul, qanaqadir otellar ko'p joyda otel, bir xonali otel, internet yo'q, bolalar bilan billa. Bu yerda gap yo'q, chotki, takoy Turkiyani ham beryapti, ham qanaqadir high class boshqa luxury hayotni ham beryapti. Bu yerda takoy narsa ovqat degan, xudo xolasa, gaz, boru bu joy gashtiga prosta. Ayb qilsa bo'ladi. Gashti prosta vashshi boshqacha. Gap bo'ldi, alhamdulillah ovqat yeb oldik bolalar bilan. Hoppa, bolalar bu yerda. Hoppa, mana bu yerda video ochilar ekan-ku. Ular ovqatlanib oldik. Men hozir bu atrofga qarayapman-da, atrofda shunaqa bo'lyaptiki, o'sha afrikali odamlar, Afrika qit'asidan bo'lgan odamlar ko'proq ekanda, bu atrofda ko'proq tuyulgandek bo'ldi boshida. Keyin qarasam rostdan ko'proq ekan. Keyin hozir ovqat yegani keldik-da, mana. Kedi bey. Hayron. Bakar mısınız? Ben size fotoğrafı çekeceğim. Kedi bey. Kedi bey. Yo'q, katta. Mayli. Kameralar bilan kelib buni hozir hayron qoldiramiz. Nima qilyapti biladi. Dream come true bo'lyaptimi? Xullas, shunaqa masala. Ovqat yeb oldik. Ovqat yegan joyimizda hozir o'sha fast food bo'ldi. Fast foodda tamasal boshqacha ekanda. Kutilmalarimizga match qilmadi. Ya'ni absolut boshqacha chiqdi. Ya'ni o'sha menimcha katta ehtimol bilan biz ovqatlangan joy egasi afrikali bo'lib qolishi mumkin, chunki ovqatlarning ta'mi sal achchiqroq ekan. O'sha achchiqroq spetsiyalar solinganda. Shunga menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Ham bu rayonning o'zida o'sha Afrika qit'asidan bo'lgan odamlar ko'proq shekilli. Va shu bilan birgalikda mushular ham vashga ko'p ekan. Mana ham bittasi. Gap yo'q. Ertalab azon aytishyapti boru. Wow. Butun Turkiyaga masjidlarda shu tomoni juda zo'r ekan. Вообще gap yo'q. O'zbekistonda bo'lmaganimga ancha bo'ldi, men eshitmaganimga. Gap yo'q lekin. Chiroyli o'ychat. O'rtoqlar ikkinchi kun keldi. Biz turdik. Anaqa солнечный kremlarni полностью surdik qo'lga, kun issiq bo'lishi kutilyapti. Bugun pasport dokumentlar menda bo'ladi. Tashqariga bolalar chiqib ketishdi. Hozir 5 minutda bizga zavtrak berishadi. Ketdi. Xullas o'rtoqlar, hozir biz zavtrakka qahvaltani kutarkanmiz. Shuni aytib beraylik sizlarga. Hozir o'rtog'im saytni tekshirishi bo'yicha bu yoqda aynan Istanbul shu rayonda kargo bo'ladigan rayon ekan, ya'ni import eksportlar bo'lar ekan va shunga aynan bu mana shu rayonda ko'proq o'sha xalqaro zona desam aytsa bo'ladi, chunki o'sha Afrika qit'asidan yana boshqa millatlar, boshqa qit'alardan odamlarni ko'rsa bo'ladi va shu bilan birgalikda ushbu oldi-sotdi materiallar olib kelinishi va tashqariga chiqarilishi bo'lganiga o'sha musorlar ham va rayonning o'zi ham u darajada toza ham deb bo'lmaydi. Boshqa joylarga bugun xudo xohlasa o'tamiz. Menimcha o'sha joylarda rostdan ham Turkiyaning haqiqiy go'zalliklarini ko'rsak bo'ladi. Ko'chalarda yarimta sezgan narsamiz bu mana shunaqa joylar bo'lyapti. Bularning ichidan mana shu suvlar bor. Odamlar kelib turib, qo'llarini, yuz-qo'llarini yuvib ketishyapti bemalol. Yaxshi. Xullas oshxonaga kelurishda shunaqa joy bor ekan. Bu yerda tarinkalarni olib turib, shvedskiy stol bo'ladi. Salatlar, nonlar shunday solinaveradi. Mana shu tepa-pas, bundoq qilaman kamerani ko'rinish uchun. Bundoq solib boriladi. Bu yerda takoy как раз sutga solib, mana sut ham bor. Stop, ketchup, mayonez, mikrovolnovkasi bor. Buni bunday ochsangiz bo'ladi. Va bu yerda tuxum bor, jarinni o'sha qo'rilgan sasiska bilan frila, sup ham bor, darji bor, issiqdan choy moy ichsa bo'ladi, bitta suv ichsa bo'ladi, sokli ichsa bo'ladi, gap yo'q, prosta juda yaxshi, menga yoqdi. Biz endi oteldan chiqib, sekin aylangani chiqdik. Bu yerda masjid bor ekan, chiroylikkina. Atrofi o'zimizda bor-ku, o'sha O'zbekistondagi yurgandek o'xshaymiz-da, bor-ku, ko'chalar o'xshab ketadi bir-bir. Mana bunaqa palmalar tushga ko'zimiz tushib qolsa, premium hayot yeb qoladi. Bo'lmasa, qo'ygan ko'p narsalar o'xshashdek tuyuladi, atmosfera qanaqadir bor. Mana hozir uje o'zimiz turgan oteldan va rayondan sekin peshkom ketaveramiz va qancha uzoq yursak, shuncha ham yerlar tozaroq, atroflar yanada chiroyliroq, effekt berilgan. O'ziga yarasha stillarga ega, chiroyli villa qilingan. Вообще juda zo'r. Gap yo'q. Ya'ni o'sha o'zim aytganimdek, o'sha boya aytganimdek, o'sha rayonda faqat shunaqa masala ekan, bu yog'iga Turkiya juda çok go'zal deydi. Yo. Bunga qaranglar.
Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Wow. Gap yo'q lekin. Wow. İçine qaranglar. Maşallah gap yo'q lekin. Shunda bu ichini yaxshigina katta, yaxshigina chiroyli. Gap yo'q. Wow. Betga qancha odam sig'adi? Mana imom o'tiribdilar. Imom o'zlari kerak. Odamlar mana shu kelishganda shunchaki shu chekelada yotishibdi, uxlaydiganlar masalan uxlashyapti, Qur'on o'qiydiganlar Qur'on o'qishyapti, xatm qilishyapti. Tam shunchaki telefonda o'tganlar bor, zikr qilib o'tirganlar bor. Shunchaki masjidda shunchaki o'tirib shabada bor ekanda, oynalar ochiq, shabada kiryapti. Shabadasi bilan ham mazza ekan, biroq shunchaki o'tirish bor. Ham ichkarida bo'lish boshqacha qanaqadir his tuyg'u. Bu videodan menimcha o'tmayotgan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Lekin bu yerda o'zi kelish, har xudo xolasa Aya Sofiyaga ham o'tamiz. Mana bu yoqdan ichkaridan chiqdik bu yoqqa. Bu yerda tahorat oladigan joylar bor ekan. Mana masjid o'zi. Bu yoqda. Nima bo'pti? Xullas, hozir masjidga ketib baqir-chaqir bo'pti. Bilmadim, nelegallarni, shu dokumentsizlarni tutib olishganmi, bir balo nimadir bo'ldi. Lekin boru shunaqa chiroyli, mana masjidga o'zining atmosferasi bor. Masjidga ichida baqir-chaqir bo'lsa, mana shunaqa g'alati baqir-chaqirlar umuman yarashmas ekan, to'g'risi. Umuman yarashmas ekan. Lekin bilmadim, qanaqadir muammo bo'lib qoldi. Baqir-chaqir. Hozir bir turk birodarlarimiz bilan o'rtog'imiz bilan ko'rishdik va bu masjid o'zi Fotih Mehmet Sulton masjidi va shu bilan birgalikda ularning nomiga o'sha masjid qo'yilgan. Bu yerda hozir mozorga kiramiz, qabr ziyorat qilgani, ya'ni o'sha Konstantinopolni fath qilgan odam Fotih Mehmet Sultonning qabrlariga kirib ziyorat qilib ketamiz. Gap yo'q. Mana o'zlarining qabrlari kattaligini qaranglar. Mashalloh. Bo'ldi, o'zingizlar ko'rdinglar. Bizlar bitta duo qildik, haqlariga ziyorat qilib hozir chiqib ketamiz. Gap yo'q. Hozir o'rtog'imiz aytib qoldi, Istanbul oldin shu Usmonlilar davrida uylar bu yerda hammasi yog'ochdan bo'lgan ekan. Shunga sichqonlar ko'payib ketib qolgan ekan va sichqonlar ko'payganiga keyin bu yerda mushuklar ko'payib ketib qolgan. Shuning uchun ham keyin уже mana uylar boshqacha yangi davr kelib, uylar qurilib shahar rivojlangani sari mushuklar qolavergan bu yerda va shunaqa mushuklar ko'payib ketib qolgan. Shunaqa mushuklar ham bir turistlar uchun qanaqadir o'ziga yarasha bir fishka bo'lib qolganda bu shahar, mushuklar shahri bu. Hozir ham bitta masjidga keldik. Bu ham bitta hozir aytaman. Nomi Yovuz Sulton Mehmetga. Bu masjid ham ichi bir xil ekan boyagi bilan. Bir xil ekan. Boyagi sal kattaroq edi. Bu sal kichkinaroq. No, почти bir xil ekan. Mana bu masjiddan chiqdi u. Mana masjidning o'zi. Masjiddan chiqishimizga bu yerda hamnaqa vay video ochilar ekan shaharga. Mashalloh, gap yo'q, voy mana. O'zi bir boya ko'rib qoldik. Shundan bitta mahallada oldi yurimiz.
De, bundoq qarashi pastga ketyapti-da, yo'l. Pastga cho'qib ketyapti, keyin tepaga ko'tarilib ketyapti. Vau dedi. Omma. Telefon tushib ketdi. Gapiryapti-yu, bu shamolli. Achkiga uchib ketdi. Keyindan Chaqirchi masjid qaragan yerda qolib qolgan. Oltita bino bor. Ishga ham borishgan. Sigara tozalaring borlar. Voy, men bitta. Gap yo'q. Oyog'ingni qo'yman. Yandex keldi Turkiya. Shu ham Makedoniyani berib yuboradi. Makedoniya bo'lmagan bo'lsa ham Makedoniya atmosferasini beradi. Ham Germaniyadagi Gamburg shahrini atmosferasini beradi, boru. Gap yo'q. Bu yoqda mana masjidlar, mana. Ya'ni shaharning zona uzoqda, bu yoq tomonda shaharning zona, ham yaqin zona mahallalar. Yaxshi chiroyli. Mana biz hozir o'sha Yovuz Sulton Selim jomisidan, masjiddan chiqdik. Mana shu hammasi o'sha chiroyli vida ham shu yerda edi, hammasi gap yo'q. Biz hozir mana bozor atmosferasiga keldik. Mana mashinalar qarang. Gap yo'q. Shu ko'ynaklar sotilyapti har xil. Kitoblar va kitob do'koniga ketamiz o'zi. Gap yo'q. Ham bitta mana jome masjid. Shunaqa qilib yurimiz, to'g'ri kishi aylanib, bugun to'liq aylanamiz. Sekin buni ochib bu yerdan kirdik-da. Hoppa. Tepasiga hali aniq kelamiz aka. Shunaqa haqiqiy mana turkcha ko'chalarda yurar ekanmiz. Masalaga olib bittanisini aytib beraman. Turkiyaga kelganda o'zbeklar aynan Turkiyaga kelishganda 3 oylik bepul viza varianti bor. Ya'ni pasportga uriladi. Shundoq chaq etib anaqaga Turkiyaga kirdi deb va 3 oy bemalol yursa bo'ladi. Lekin 3 oydan keyin oshib ketib qoladigan bo'lsa, keyin uje chiqib ketayotganda, ana ko'radi 3 oydan oshib ketibdi deydi, chaq etib deportga ham urib beradi. Yana qaytib kiraolmaydigan qilib, qanchadir muddatga. Shunga atak ma'lumot sifatida ketaman, shu 3 oy bemalol kirib yursa bo'ladi. Shu bepul 3 oylik viza bor ekan. Shunaqa masala. Undan tashqari o'zi ko'chalarni qarasa, mana shu kichikroq ko'chalarda ana pоворотникlarni yo'qishmas ekan. Odamlar ham bemalol orqasiga o'tib ketaveradi, mashinalar ham yo'l topib o'tib ketaveradi. Qanaqa ekan, xullas, yurimiz endi. Turkiya Istanbuldan aylanib. Yana bitta ma'lumot, ya'ni Istanbul va Ankara shaharlarida ular babasal bisilganroq ekan, o'zini yo'qotganroq ekan asosiy joylari va aynan ba'zi joylarda islom yaxshi saqlanib qolgan joylari bor. O'sha masjidlar atroflarida islom zo'r saqlanib qolgan joylari bor. Qolgan joylarida odamlarga qarab bilib olsa bo'ladi, kiyinishdan, o'zini tutishidan unchalik hammasi ham joyida emasligiga. Meni ham sochim yomon o'sib ketdi, bor, shamolda xalaqit beryapti. Hattoki shamol bo'lmasa ham shunchaki o'zi uyda yuribman, xalaqit beryapti. Germaniyada masalan komfortda bemalol yuribman. Yetarlicha uyqu olaman, o'tbetga qarab shoshishlar kerak yo'q. Chunki sochim masalan o'ssa ham normalniy yuraman. Bu yerda uyqu sal kamroq bo'ldi, o'sha sayohat bo'layotgandan keyin uyqu sal kamroq bo'ldi. Ham shamol bo'ldi. Oti nima? Uzun soch qanaqadir jonga tegib ketyapti bu yoq yurish. Kaltaratib o'rsam kerak. O'zi prime anaqa ham Mahmud kecha tushgani bo'lgan. Hoppa. Hop, sorry brother. Oldirlari mana shunaqa yog'ochli uylar bo'lgan ekanda. Hoppa. Mana shunaqa yog'ochli uylar bo'lganiga ham kinolardagi o'xshaydi. Anaqa bo'lgan, o'sha mushuklar ko'p. Mushuklar ko'paygan, sichqonlar ko'paygan, mushuklar ko'paygan. Qanaqadir joyga keldik. Hop, bu bekam bor ekan. Xo'p, o'rtoqlar, hozir biz betdan kirdik bunda. Doda bilet sotadigan doda bizga tushuntirib beradi lazimcha tarixdan. O'sha Oya Sofiya masjididan sal nariroqda bo'lsa, o'sha sal pastroqda yana bitta masjid bor ekan. O'sha cherkov bor ekan. O'sha yerda Iso alayhissalom, Maryam onamizni rasmlarini qo'yib qo'yishgan ekan. Oya Sofiyaga o'xshaydi ekan. Aynan tashqarisi unchalik o'xshamasa ham ichkarisidan juda zo'r o'xshaydi deb aytishdi. Tushuntirib berdi doda. Undan tashqari hozirgi biz lokatsiyamiz bu yoq. 4 ta bilet oldik mana 570 lira bo'lishi kerak. Menimcha ana ekranda chiqadi, nech pul bo'lishi. Xo'p, biz mana shu joylarga keldik. Bu joylar nima joylar deydigan bo'lsak, Fotih Sulton Mehmet
birinchi fath qilgan joyi aynan mana shu joylar ekan. Aynan mana shu joylar hozir Sulton Mehmet birinchi fath qilgan joylar ekan. Qanaqa naqadar tarixiy joylar bu yoq. Mana bu lokatsiyasi. İngliz tilida yozib qo'yishibdi u. Ichkariga kiramiz endi. Ichkarida mana bunaqa masala. Oho. Bitta shunda mana bu devorlarmi eski shu davrda qal'alar har xil. Oho. Televizorlarda tushuntirishlabotdi. Yaxshi. Qaranglar, ichkarilari bu yasamanlar bo'lish kerak emas-da, bu prям shu davr haqiqiy toshlari, devorlari. Tepaga chiqsak hozir mana albatta ichkarida anaqa constructionlar bo'lgan. Ichkarida o'zgarishlar kiritilgan, no. Tasavvur qilsam, shu joylar hammasi haqiqiy bo'lgan. Hozir ikkinchi etajga chiqdik. Ikkinchi etajda yana bu yoqda ham suvenirlar har xil. O'sha davrdan bo'lishi kerak. Har bittasini oti, nomi yozib qo'yilgan. Wow. Wow. Bitta berot televizorda nima bo'layotganligini. Va yana bu yerdan tekshirsak. Endi tepaga chiqamiz. Tepaga o'sha davrda qurilgan zina bo'yicha chiqamizmi? Qaranglar. Zina-yu. Jimjit. Ana. Endi tashqariga ko'tarilyapmiz. Yaxshi. Sekin chiroyli manzaralar ochilyapti. Bu yerda. Mana o'zi shaharni. Yo. Bayro yomon qilib birodda. Gap yo'q. Mana shu joylarni, aynan shu joylarni bu yoqlar birinchi bo'lib fath etilgan. Fatih Mehmet Sulton tomonidan. Boya pastda ko'rdik-yu, anaqani maketni ko'rdik, kichkina. O'sha maket mana shu yerda bor. Mana bitta binosi anitda bo'lsa, qolgan binolar bu yoqda, naryoqda. Gap yo'q. Rostdan bu joylarga bundoq qarasam, brazilskiy favelalarga ham o'xshaydi. Favelalarga o'xshaydi, vashshe brazilskiy. Gretsiyaga ham o'xshaydi. Grechskiy uylari, tomlari, undan tashqari italyanskiy stilga ham o'xshab ketadi. Mix qanaqadir bor-ku. Vashshe gap yo'q. Shunaqa, mana shu masjidlar bor. O'sha Mehmet, Fatih Sulton Mehmet rayonlari, mana shu atroflar hammasi yaxshi ekan. Undan uzoqlashsa, уже u yog'iga anaqa yevropeyskiy bo'lib ketar ekan odamlar yashashi. Bitta muhim e'tiborga olish kerak bo'lgan jihati, bitta qaranglar, nimani sezyapsizlar. Mana shu shaharga bitta qaranglar-da. Mana. Nimani sezyapsizlar desa, bu yashillik, daraxtlar ko'p. Mana seqimdoq qarasa daraxtlar ko'p chiqadi. Sezsa bo'ladi. Bitta bu yoq tarafi mayli, uylar qurilgan. Nari tarafda. Bundan tashqari bu yoq tarafi umuman gapirmasa ham bo'ladi. Daraxtlarga to'lib yotibdi. Daraxtlar to'lib yotibdi. O'rmonchalar ko'paygan bu yoqlarda. Shunga yarasha havosi ham menimcha yaxshi. Mana bu yerda yer bor ekan, hamnaqa o'tgani. Bosish sal boshqacha anaqa berar ekan. Tuyg'u berar ekan. Kirish mumkin emas, bu oxiriga yozib qo'yibdi. Yo'q, qani? Hoppa.
Qani? Bu betlada ham joylar bor ekan. Ha, mana. Gerilmezi. Ya gerilmez. Yaxshi, mana kub. Yaxshi, pastga bor ekan bu yerda yo'l. Oho. Tushunarli bo'ldi bu yerda. Endi sekin chiqamiz, boshqa joylarga ham boramiz. Xamir tog'lar bu tarixiy joy. Fotih Sulton Mehmet birinchi fath qilgan joyi. Bu shunchaki joy emas-da, bu rostdan bir haqiqiy bo'lgan tarixiy joy. Shu narsa menga rostdan yoqyapti. Juda boshqacha tuyg'u beryapti. Hozir ketamiz o'tdik, bu yerda ham yana joy bor ekan. Shuni bitta ko'rib chiqamiz. Eng yuqori qavatda ichkarida. Oy oy oy. Ama kamerachalarni o'rnatib qo'yishgan. Yaxshi. Voh. Qaranglar. Babi dizayn deb bor u. Bunaqa oldingi dizaynlarni, quriladigan dizaynlarni hozirgi modern uylarni qurilishi, uylardagi dizayn unchalik yarashmaganda. Oldin baribir naqshlar bilan qilingan, stilli bo'lganda oldingiga qarasa. Hozirgi narsalarda hattoki mana bunaqa narsalarni ham qarasa, chinni-pinnilarni ham qarasa, chinnilarni ham chiroyli ko'rinishini, o'zgarish effekti baribir bo'ladi boshqacha-da. Mana masalan, oddiy kosada ovqat yeyish bilan mana bunaqa kosalarda ovqat yeyish, bu o'zini naqshlari, o'zg'irning narsalarda ovqat yeyish odamga qanaqadir boshqacha tuyg'u beradi. Vuy, mana bu yerdagi vidda. Yo, gap yo'q. Shunaqa masala, o'sha aytmoqchi bo'lgan ideyam. Mana shunaqa naqshlarda qilinadigan, chiroyli qilinadigan narsalar odamning fantaziyasiga to'g'ri ta'sir qiladi, imaginationiga to'g'ri ta'sir qiladi, o'zini his qilishga to'g'ri ta'sir qiladi. Hozirgi modern uylar prosta Minecraft o'yinlariga o'xshab shunday quriladi, chiroyli, stilni turadi. U odamning fantaziyasini kuchaytirmaydi, ichiga fikrlashiga qanaqadir ta'sir qilmaydi. Shunaqa masala. Bu yoq bor, qaranglar. Yaxshi. Qatta. Oho. Mashtada oldin kamonchilar turib, chaq-chaq otib. Gap. Bu yerda yana bir joy bor ekan. Yo'q, bizga mumkin emas. Va tashqariga vid ochiladi. Yep. Shu İstanbulda o'zida 30 millionga yaqin bo'ladi, hattoki 30 milliondan ko'proq odam yashar ekan. İstanbul o'zida bu butun boshli O'zbekiston degani. O'rtog'imiz, birodarimiz aytib qoldilar ma'lumotda. Gap yo'q. Ham uylarni qaranglar, kompaktni qurilgan. Odamlar sig'ib ketadi, ko'proq odam iloji boricha o'ziga oladi. Lift bor ekan. Yaxshi yashagani joy mana shu dengizchani kichkina naryo tarafida tinch bo'lar ekan. Lekin yashayman sababi tinchlik bo'yicha yaxshi, mashinalar bor, yo'llar qadirib turib yo'q. Sal chekkaroqda joy bor ekan. Mana shu bu yoq tomonga ketirishli chekkaroqda joylar bor ekan. O'sha yerda tinch bo'lar ekan, mashinalar ham kam, toza havo. O'sha yerda ham yashasa, asli tinch, spokойно yashayman deydiganlar uchun shunaqa joylarda yashasa zo'r bo'lsa kerak, chunki tabiati bor, spokойно, chiroyli uylar bo'ladi. Shaharda yashayman deganlar, shahar odamlari mana shu shaharda yashasa ham boshqacha ham bu yo'li tepadan qarasak fayzli bor, fayzliligi bilinib turibdi. Ba'zi sabablar bor, fayzli bo'lishning shunchaki bu emas, bu qolma ekan. O'sha juda buyuk ko'p odamlarning qabrlari bor bu yerda. Ularning nomiga o'sha rayonlar atalgan. Ilm o'sha saqlanib qolgan joylari bor, kuchli. Va shunga bundoq qarasa bor, odam
Просто shunchaki manzara emasda, ya'ni mazza qiladi. Manzaraga qarab, juda shahar bu tabiat emas, shahar. Lekin shaharga qarab turib odam qanaqadir ichidan anaqa yorishadi, qanaqadir yengillashadi. Shu tomonlama boshqacha tuyg'u his qilasiz o'zingiz. Shunga albatta mabodo Istanbulga keladigan bo'lsanglar, shu joyga Foto Sulton Mehmet birinchi bo'lib fath qilgan joyga kelib ketishni tavsiya qilaman. Hozir boshida nima ekanini tushunmayotgan joyimiz o'sha mana shu qasr mana hozir. Boshida tushunmay qoldim. Mana shu maketda bo'ldik-da hozir. Mana shu buzilgan joylari hozir mana shunda bo'ldik. Shunaqa pastda yana joy bor ekan, lekin u yoq yana bizga mumkin emas. Shunaqa ba'zi zo'r joylari ham bo'lsa kerak yana pastlarda, no endi u yog'i bizga mumkin emas. Hoppa, mana endi bu shu devorlarni o'zini oldi ekanmiz, qal'ani devorlari. Yaxshi. Chiroyli qurib qo'yishibdi. Nima bu? Ha? Qadimiy qanaqadir shtampmi? Ha, bu boyagi joy. Shamol bor, shamol yengil yuryapti. Palmiyaviy joyda mana bola Dubayda. Yaxshi, odamlar o'tirib dam olishyapti. Hozir men masjidga kirib ko'rmoqchiman. Ko'rsa betdi. Hoppa. Mana hoppa. Eho ham bor betdi. Nima bo'lgan ekan bu yoq? Bilmadim lekin. Gap yo'q. Hozir o'rtacha issiqlik bo'lyapti, 23 gradus. Yursak, o'rtacha issiq emas. Endi bitta o'tirib magazinchining oldida suvni olib, salqin joyda Foto Sulton Mehmet birinchi bo'lib fath qilgan joyiga qarab, bundoq manzaradan maza qilib, mahallani ko'rib, Buzoqdan shaharga vid tushib turib o'tirimiz bolalar bilan. O'sha boya kirayotganimizda shu bilet olganimizni tushuntirib bergan akamiz masjidga aynan Istanbulga kelganda masjidga kirib ketishni tavsiya qildi. Lekin bu yoq faqat juma kunlari ishlar ekan. Ya'ni ertaga juma kuni biz xudo xolisa bu yerga kelsak kerak. Mana to'g'ri deb bino ekan. Chiroyli. Rohi bilan ishga qurilgan. Anaqasi eshingiz izi o'qidi. Ya, rohibalarni, plyus turgan ekan, xristianlarni keladi tiba. Lekin turklar akademiyasi Hozir turklar akademiyasimi? Ayollar akademiyasi. Umumiy. O'g'il bolalar akademiyasi. Hoppa. Gap yo'q. Shogird chiqargan joylar bo'lgan ekan. Hozir muzey bo'lishi mumkin, no, oldin shunaqa bo'lgan ekan shu joy. Bet nafasi kelursa o'sha mana oldin rohibalarni chiqarishgan joy. Hozir bu yana turklar talabalarning joyi bo'lishi kerak. Yozib qo'yibdi. Shunaqa masala. Mana hozir pastga ketyapmiz. Mushula kamerali shot. Mana shunaqa joydan sekin pastga tushib, hozir zo'r joy bor ekan, hoppa. Betdan qarasam ham bunaqa joy. Chiroyli, qaraylik, shunchaki kadr o'zi shunaqa chiroyli. Mana mahallalarning ichi juda chiroyli lekin mahallalarning ichi bor. Va mana biz sekin aynan turistik, bu yerda hozir turistlar juda ko'p. Yo'lda ko'p ko'ramiz turistlarni, kameraga iloji boricha olmaslikka endi harakat qilaman. Turistlar ko'p juda. Chunki pastda aynan turistik joy bor ekan. Wow. Prям yer ko'p. Bitta tushsa hozir loy bo'lsa kerak, teshak to'guncha. Atmosfera jinnilagan. Qaranglar buni. Ajoyib. Bu joy nomini o'zi Balat deyilar ekan. Lekin bu hozir nima dengiz emas, bu ko'lmi deyiladimi bilmadim. Kichkina nomini aniq bilmadim aynan. Nima deb chaqirishni. Ko'lchada shunda. Ham o'tiradigan joylar bor. Bolalar bilan tanishamiz. O'tirib, spokойный. Hamda cherkov ham bor ekan.
Вообще chiroyli atmosfera. Ha, bratchkala. Ha, o mana. Qarab bilsak ham qo'nyapti. O'z joyiga. Причалил парень. Bu yerda meduzalar bor. O mana tak ko'rinish kerak-da. Mana o'sha yerda. Shu yerda meduz, qarang suvda kichkina meduzalar bor. Mana buni katta darajaga ham chiqishi mumkin ular. Hoppa. Voy. Bitta o'tib ketadi orom. Mana meduza. Aniq ko'rinyapti. To'ki ham ancha unchalik qattiq sepmaydi. Ozgincha yengil. Ha, yengil. Oxirgi marta Gamburgda chiqmadik, adash siz bilan birga. Endi Turkiyada. Bu yerda politsiyskiy uchastka bor ekan. Shundan naryoqda. Biz endi bu yerda. Hoppa. Venus. Chiqamiz. O, chiqib oldingmi biz? Chiqib oldik. Ya brachkalar. Ha, hozir, o'sha yerda edik hozirgina. Уже ketdi mana gaz. Paraxodda oxirgi marta umuman mashq qaradik. Zo'r turibdi-yu. Oxirgi marta Gamburgda chiqdik bunaqa joyga. Said Toy bilan. Bu yoq to'liq. Gap yo'q. Tur qilamiz. Jinni. Kadr bir bot. Ya junior ala biz ikkala zahmat qilamiz. Bu yoqda it. Bu yoqda it kadri. Berikan. Bitta hozir bizlar. Ertalab bor, ertalab yoqib hozir tarafga. Jinni ekan u vid. Voy, men boydan beri kameramni nastroykasi noto'g'ri o'tgan ekanman. Ana endi jinni chiqyapti kadrlar. Endi rost ekasiga haqiqiy o't mashinaga ko'ryapti. Boy kameram meni sal siqraroq qo'yayotgan ekan. Ko'ryapsizlarmi? Bunda вообще Samsung manikidan bitta teparoq model yaxshiroqdir. No, prям mashinada kamera qanaqa ko'rsatgan bo'lsa, xuddi shunaqa darajada yorqin. Mazza. Voy, easy bittan o'tirishibdi birodarlar. O. Voy, ko'z yomon damoqotdi bor, mostdagida. Bunaqa salqin havoda. Yana quyoshga chiqdim. Yashilligiga bor, yomon mazza qolma. O, qarama-qarshiliklar. Agar bu 1500-yilda bo'lganda, ikkita kema ko'rishib qolib bir-biriga otgan bo'lardi, lekin hozir yangi davr keldi. Bu turistlar kemasi. Ikkalasi ham bo'ladi. Ha, kameralarimiz. Ha, bo'ldi. Voy. Yaxshi. Kemalar ko'pligini qaranglar. Avvoning ham boramiz qada. O'sha turib katta. Galatasaray ham bor, unga ham o'tsa kerak. Katta kruiz. Bu hozir aylanadi, lekin Yevropa bo'ylab betdan chiqib ketadi. Mana hozir to'sib qo'ydi yo'lni. Вообще katta ekan kruiz. Kelyapmiz betga. Akvaparkdan yetalaydi. Вообще katta ekan, ha? Shu kruizda anaqa tarqaldi yaqinda. Red Poison. Ha, shu kruizda tarqaldi. Eng kasallayotgancha. Shunaqa kruizda. Yomon katta ekanligi bor. Bu akvaparkini qaranglar. Voy, dal akvapark ma'nu? Ya qusham kadr keldi, bola xarosh.
Shu qaraygan, yo, 6 Bular ham qo'nishyapti endi. Qo'nishmayapti, to'xtashyapti ekan. Hoppa, bo'ldi. Kruizni qaranglar. Elvin Simon Theodore. Umrimda birinchi marta bunaqasini ko'rishim. Norwegian Viva. Vashchi katta, nechta xona bor? Balkonlari bilan bor. Hammani balkonigacha. Oshxonalari bor. Gap ichkarisida. Jinni o'zgari. Tashqarida terrasada. Bunga kompyuter deganda, Ha, bu endi kichkinaroq. Mana bu gigantdan ko'z bo'lmaydi. bunun bolasi ham bor ekan. Mana bular. Hop. Master class ko'rsat, master class. Xudo xolisa havas qildi odam bor. Havas qildi, niyat ketdi. Bir kun mashina qarada uchib ko'rishlikka. Uyliklar bilan, o'rtoqlar bilan xudo xolisa. O'sha piratlar keladi. Ha, Piratskiy. bitta kapitalda o'tirish. Bo'ldi, biz sekin kelyapmiz endi betlarga. Sekin to'xtab mashina tushib qolamiz. Shunaqa qilib bunaqa tajriba birinchi marta bo'ldi, gap yo'q. Mana Gamburgda bo'lganda, lekin bu darajali bo'lmaganda-da Gamburgda. Tashqariga chiqib ko'rdik unda ham. Lekin bu yoqda bunaqa vid bilan boshqacha bo'lar ekan. Yo. Hozir bolalar ayron ichdim, ayron turib qoldim deb. Hozir bolalar bilan hop bu yerda doner oldik-da, Turkiyada. O'zi Istanbulda doner oldik, 3 ta doner oldik va ayron oldik 3 ta. Va hop donerni ta'mi unchalik ham mazali emas, yaxshi yesa bo'ladi, lekin unchalik mazali emas. Germaniyadagi donerlar voy shunaqa ta'mi mazali, at-dushi yeysiz, yurakdan maza qilib yeysiz. Bu yerda ta'mi o'rtacha, sezilarli darajada o'rtacha-da ta'mi. Shunaqa masala. Lekin narxi juda arzon ekan. Germaniyada bir 10 yevroga bitta katta normalniy doner olsa bo'ladi. Durum olsa bo'ladi yoki doner bir 8 yevrolarga kattarog'ini tam doner olsa bo'ladi, kattaroq. De albatta taxminan shu 10 yevrolarga 3 ta oldik doner. Plus 3 ta ayroni bilan birga, ya'ni arzon, juda arzon, gap yo'q. Arzonligi gap yo'q, lekin sifat sal past. Sifatni oshirsa yaxshi bo'lardi. Shunaqa masala. Boya ham menimcha bugunmi, kechami yeb ko'rdik. Ha, kecha yeb ko'rdik. O'sha aytganimda videoda afrikanskiy boshliqlari menimcha o'sha fast foodda afrikalik odam bo'lib qolishi mumkin. Chunki sal achchiqroq qilishar ekan. Germaniyaning o'zida lekin boru shu Germaniyadagi turklar yana ancha chiroyliroq, ancha shirinroq, mazaliroq qilishar ekan. Mana shu o'zlarining fast foodlarini. Bu yoqda baliqlar juda ko'p ekan. Bu kakras baliq tutishyapti. Baliq vafshi ko'p ekan. Baliq, meduzalar to'layapti. Mana shu boya uchga o'tganimizda ko'rdingiz, sentrroqda juda ko'p baliqlar bor. Bu yerda bunaqa cho'miladigan joylar bor ekan. Odamlar cho'milishyapti. Nariyoqda mana odamlar jonim ko'mayapti ham deydi. Yaxshi demak. O'shatlargacha, o'shani sariqqacha, pointgacha menimcha bemalol yurib borsa bo'lsa kerak. Cho'kmaydigan darajada. Sekin hozir aylanib yuramiz. Anaqa Qurtlar vodiysi olingan serialda o'sha Po'lat Alemdarlar bo'lishgan bitta qanaqadir joy bor ekan, mana shu atrofda o'sha serial olingan bitta joy bor ekan. Bog'mi qanaqadir. O'shani qarab ketamiz qo'shlar. Qo'shim Alexga o'xshab qolganmi? Alex. Bo'ldi, biz keldik, biz bog'da bo'yladik, qarasang kafe ekan u joy. Tak, mana Korchan degan kafe. Bitta o'tiradigan joyi bor. Alohida traditional 1990-yildan beri. Bitta hozir smuzi ichib ketamiz, hatsa bu. Bitta dona bo'lsa ham katta joy. Bu yoqda dengiz shunaqa masala. GTAga chiqib qolganda, Kachtiva, GTA 6. Bo'ldi, Po'lat Alemdarlar, skажем так, kafesidan ketdik. Bu yerda mana qiz qalasi, qiz qalasi deyishadi. Mana, endi bu yoqqa kirib o'tirmaymiz, ha?
boshqa qal'alarga kirmasak ham Stark Towerga kiramiz xudo xolasa. Hoppa, biz o'zimizcha Stark Tower devordik, Tony Stark nomiga, lekin aniq otini bilmadik. Hozir ko'ramiz mana shu joyga. Uzoqdan ko'rinib turibdi shu joy. Hop, mana Chamlicha kulasi. Chamlicha kulasi biz uchun Stark Tower. Yaxshi, xudo xolasa ichkarisiga kirib ko'ramiz. So'g'an samolyotdan uchib ketadi. Kimdir 100% oynaga qarab ketadi. Biz ozgincha ko'tarildi, lekin уже shunaqa. Ozgincha ko'tarilib turib, allaqachon shunaqa chiroyli manzaraga chiqib bo'ldik. Hozir tepaga chiqsak, butun Turkiyani, butun Istanbulni ko'rib qo'yarganmiz-da. Mana bunaqa shaharlik joylarga ko'rmagan ekanman. Bu yerda ham bor ekan, uzoqdan ko'rildi, bunaqa ko'p deb o'ylamadim. Binolar baland gap yo'q. Hozir tarif tanlamoqchimiz. 1400, 1200, 900. Ben size burada öğrenci misiniz? Biz buni oladigan bo'ldik. Chiqamiz, tekshiramiz, ko'ramiz. Istanbulda eng yuqori cho'qqisiga chiqamiz-da. Tushunamsizlar. Kinosi ham bor ekan, masalan, bunaqaga hozir ham kerak emas, shunchaki chiqib bo'ldi. 4 ta bilet berdim. 3 ta. 4 ta berdi. 4 ta. Qaytarib beramiz işte. 4 ta bilet lucky. Stark Tower. Yapıyor. İstanbul'da en yuqori cho'qqisiga chiqib, Germaniya, Shimoliy Germaniyaning en yuqori cho'qqisiga chiqqandi. Endi Istanbulning en yuqori cho'qqisiga chiqamiz. Bunda Krushda kirsak, shunaqa joy bor ekan, u yoqda boshqa joy. Bu yerda kilogrammizda o'tiradigan joy bor. Normalniy такой chiroyli rasmlar bor ekan. Va kirsak, albatta aytgancha kristalni hopga telefonlarni topshirib tekshirishdi bizani. Bu yerda suvenirlar bor ekan har xil. Da suvenirlar sotuvga. Gap yo'q. Bor, oldim. Hoppa. Kichkinaligi ham narsalar bor ekan. Yaxshi. Bitta Toshkentdan bitta olgandim mana shunaqadan. İşlagan joyimda aytgancha sotib ketdik. Tur kelgan klientlarga, mehmonlarga. Istanbulga ham bor ekan. Multfilmdan. Gap yo'q. Bitta ayollar narsalari. Bitta har xil o'sha o'yinchoq. Уже детский narsalar. Bitta har xil haykal. Yosh bolalarni Istanbulda eng tek cho'qqisiga chiqaman deb bitta yig'lab berishsa, o'ncha olaman deb ovorishadi. Bitta Osmonbek, sopollar, askarlar, gap yo'q. O'ta sifatli, yaxshi o'yinchoqlar bor ekan, masalan, kosmosga tegishli har xil boshqacha o'yinchoqlar, zo'r suvenirlar bor ekan, masalan, askarlarga tegishli, bitta o'zimman shaharga tegishli. Lekin men zo'r menga eng yoqqanlari baribir rasmlar bo'ldi. Olaman desam, mana shu agar rasmlardan olgan bo'lardim. Bu yoqdagi o'sha normal rasmlar, oddiy, no'manaqa tarixiy rasmlar menga eng yoqqanlari bo'ldi. Ayniqsa menga eng yoqqan rasm baribir mana bu devordagi rasm bo'ldi. Bunisi o'rtacha, mana ikkinchisi rasm menga konkret yoqdi. Shu devor bilan olib ketgan bo'lardim agar. Mana bu yerda yozib qo'ygan, biletlarni o'tib, bu yerdan o'tib oldik skanerdan. Bu yerda yozib qo'ygan, agar qo'rquvinglar bo'lsa qanadir yoki kasalliginglar bo'lsa, iloji boricha chiqmaganinglar yaxshiroq deb aytib qo'yishgan. Bu yerda hozir liftimizni kutamiz, keyin chiqib ketamiz. Bo'ldi, liftga chiqdik, oynalar sarg'itmaganim. Bo'ldi, biz liftga chiqdik. Endi tepaga qarab ketamiz. Bo'ldi, biz nice shkop bo'lib ketibmiz. Liftdan chiqqan holda Istanbulda eng baland cho'qqisiga chiqdik. O'sha yerdagi turgan har bitta binodan balandroqdamiz. Gap yo'q. Ichkarida bu yerda qanaqadir instructionlar bor ekan. Wow. Noqildi kamerani. Yaxshiroq ko'rinadi. Bitta har bitta saroylar haqida, jomelar, shu masjidlar haqida bitta lokatsiyalari mana bu binodan qanchalik uzoqdaligi ko'rsatib chiqilgan. Mana qarang, stadion ham bor. Mana bu o'tqisi. Gap yo'q.
Keyin bu yerda mana ma'lumot beryapti. Faqat tak total height 369 metr ekan. Opana. Yaxshi. Bu yoqda ham tabiiyki suvenirlar bo'ladi. Va, opa. İstanbul shahri. Pastdagi oti, anaqa soya. Yaxshigina. Yo'q, nechta daraxt ichiga kirib ketyapti. Ana binoni qaranglar, chiroyli ekan. GTA San Andreasda bor shunaqasidan. Ichkarida har xil joyda to'liq oynalar. Oy oy oy. Göremiyor. Bak şu medikol yazıyor ya şurada. Ana yerda kemalarning ko'pligini qaranglar. Türk yanında malzemeler var. Bu yerdan o'tib boramiz. Bu yerda yana boyagidagi masala. Bu yerda bratskalar bilan hozir rasmga tushamiz. Hoppa, bu yerda maket bor ekan. Gapi. Mana. Kamlicha kulesi. Turkiya bo'yicha bitta rum tur qo'rsam tez, bitta orol bor ekan, ikkita orol bor ekan, 3 ta bor ekan, 4 ta bor ekan. Keyin yana mayda-chuda kichkina orolchalari bor ekan o'zini atrofida. Yaxshi. Keyin nariyoqda futbol stadioni bor ekan. Yaxshi, mashina yo'llar bor ekan, yashilliklar ko'p ekan, shunisi yaxshi. Uylar hammasi ko'pi tarix tomli, tarix somli, sariq tomli. И nariyoqda уже modern bo'lib ketib qolgan, modernizirованный era kelganda uylarni baland-baland qilib yuborishgan. Nariyoq tomonda yana bor, shunaqalar. Xullas, shunaqa masala. Bu yoq qismdagi uylarga e'tibor bersak, hammasi strukturированы qurilgan, mana qarang, bitta shaxmatni porядокda ketganda, uylar hammasi porядкasi bor o'zini. Lekin nariyoqqa o'tsak hozir. Bu yoqda endi masalan kattaroq domlar shunaqa strukturированы qurilgan va nariyoqqa ketadigan bo'lsa, shahar o'zlarida o'tdi uylar bir-biriga o'shani yaqinroq qilib, ana ko'p odam sig'adigan qilib qurib tashlashgan. Umuman o'zi shahar nariyoq tomonlarida ham o'sha shunaqa ketgan. Va shunaqa 30 millioncha odam shu Istanbulga kelib ketadi. Xo'p, o'rtoqlar, biz tepadan tushdik, Stark Towerdan tushdik, Istanbulning eng yuqori cho'qqisidan va uchayotganimizda o'zbek akani ko'rib qoldik, tatar aka bilan zo'r bo'ldi, tanishib, so'rashib, xursand bo'ldik, ular ham biz ham xursand bo'ldik va pastga tushdik hozir. Hozir avtobusni kutamiz va avtobusni kutar ekanmiz, shu bekatda turib kutar ekanmiz. Avtobus haqida Istanbulda shunday bir og'iz aytib ketsam. Hozir avtobusga boya chiqdik-da, o'sha Stark Towerga ketishimizda avtobusga chiqdik va chiqqanimizda avtobusda o'tiribmiz, avtobus eshik tomonga turib qo'yganimizga shunaqa qattiq ochilib, shunaqa qattiq yopilar ekan, risk yopilar ekan, ya'ni chillash ham yo'q, bir ogohlantirish ham yo'q, yoki pisgan qanaqa ovoz ham yo'qdi. Risk ochilib, risk yopilar ekan, yo odam masalan siqib qo'yishi mumkin, yoki odam itarib yuborishi mumkin, kutilmagan odamni. Shu bitta qanaqadir avtobuslarda minusni deb topdim men. Ikkinchi masala bu, endi masalan deylik, anaqa ichidagi konditsionerlari hammasi zo'r, havosi yaxshi, unisida muammo yo'q, lekin boshqa tomondan ham joy yetishmay qolishi bor ekan. Ya'ni masalan yosh kattalar ham ko'p, odamlar bir-biri bilan yopishib ketmaydi-da. Ya'ni joy yetmay qolish masalasi bor ekan. Germaniya bilan shuni solishtiradigan bo'lsak, masalan Germaniyada odatda shunaqa qilishganki, bilishim bo'yicha, odamlar o'zi kamroq o'tadigan joylarga bir qavatli avtobuslar qilishgan, lekin odamlar ko'proq bo'ladigan joylarda ikki qavatli avtobuslar bor, toki hamma bemalol sig'ish uchun. Tepasiga o'tirib ketadi, pastiga xolasi o'tiradi, xolasi turib ketadi. Shunaqa masala. O'zbekistonda ham bitta masala borki, ular masalan avtobuslar menimcha, meni shaxsiy fikrim, ikki qavatli bo'lsa zo'r bo'lardi. Shunda ikkinchi qavatga chiqib olib yana odamlar bemalol joy bo'lardi. O'zi pastki birinchi qavatda shundoq ham to'la bo'lib ketadigan paytlar, o'sha to'la bo'ladigan yo'llarda to'la bo'lib hamma bir-biriga yopishib ketadi. Bu ham logikadan tashqari narsa-da, bu to'g'ri narsa. To'g'ri narsa emas-da. Shunga menimcha O'zbekistonda ham ikki qavatli avtobuslar qilinishi kerak, Turkiyada ham ikki qavatli avtobuslar qilinishi kerak. O'zbekistondagi avtobuslar menimcha o'zi shundoq ham yaxshi, konditsionerlari bor, eshiklari zo'r ochiladi. Ulardan umuman muammosi yo'q. Bu yerda Turkiya ham ikki qavatli qilish kerak, ham eshigini yaxshi ochib yopiladigan qilsa menimcha umuman o'zi mahalliy aholi balkim o'rganib qo'ygandir. Masalan, turistlik kelsa, ular kutilmaganda g'alati bo'lib qolishlari mumkin. Lekin Germaniyani solishtirgan bo'lsa, endi Germaniya shundoq ham tushunarli, boshqa daraja, u yerda Yevropa bo'lganiga avtobusda shundoq ham oldinda, ancha oldinda hamma tomonlama.
Menimcha o'sha avtobus sistemasini, avtobuslarning o'zini qanaqa bo'lishini shu Germaniya va umuman Yevropalardan olish menimcha ancha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Meni shaxsiy fikrim. Shunaqa masala. Endi yo'l davom etamiz, ketdi. Hozir avtobusdamiz va odam ko'p emas. Odam ko'p bo'lmaganda tabiiyki, любой dunyodagi любой avtobus konditsioneri bilan konditsioner bo'lmaydi. Normalniy bo'laveradi. No odam ko'p bo'lgan payti Turkiya avtobuslariga ikkinchi etaj, O'zbekiston avtobuslariga ikkinchi etaj kerak bo'ladi. Bu yerda yana bitta masala, Turkiyadagi avtobuslarda to'lovi shunoq birinchi eshikdan o'sha haydovchini oldidan kirib, to'lovini qilib keyin ichkariga o'tiradi. Ya'ni orqa eshiklarda to'lov qo'yaraman degan narsa yo'q. Masalan, O'zbekistonda bu narsa bor. Orqa eshikdan kelib turib, shuni kartasini qo'yib ketaveradi. Bu yerda prям qoida bo'yicha oldindan kiradi, orqa eshiklar ochilmaydi, kirayotganligi, oldindan kiradi, oldindan to'lovini qiladi. Mana shu narsa bor ekan. Endi shunday ham sistemani o'tkazsaveradi. Rahmat Kattogan, bizda Istanbul kartlar bor. Boshqa karta olinadi, bu kartga pul solinadi, lira solinib, shu kartdan keyin masalan aniq qilinadi. O'tirma metrolarga ham, bu yerdagi paraxodda yuramansiz, paraxodga ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu yoqda avtobusga ishlataverasiz. Boshqa turk kartani olib, bu ham bir qanchadir 60 mi? Qanchaga oldik buni Adish? 130 liraga buni oldik. Keyin buni ichiga pul soldik. Masalan, taxminan avtobusda yurish 46 liraga tushadi. 170 kartani o'zini 170 ga oldik. Avtobusda yurish 46 ga tushadi. Metrolarda yurish 65 taga taxminan tushadi. Paraxodda yurish boya 70 mi? Qanchadirlarga tushadi? 76 taga. Shunaqa masala. Biz hozir chiqdik yana bir bora. Chaykalar shu yur. Mana chaykalar yaqin. Hozir bizga ketishimiz kerak. To'g'risiga chiqqan bo'lsak bo'ldi, to'g'ri kорабльga. Adashib qolgan bo'lishimiz ham mumkin hozir. Biraj keladi. Hoppa, bitta yana bitta katta kemani ko'rdik. Faqat bu o'zi odamlar uchun emas, menimcha, ishchi kema bo'lishi kerak. Yaxshi, o'zimiz esa bu yoqdagi Lutskoy kemadamiz. Nariga qirg'oqqa yetib borib, yo'limizni davom ettiramiz. Bo'ldi, biz tushdik, bu yoqdan tushdik. Endi balig'ovni jinnisi bo'lyapti, baliqlarni tutib tashlashyapti. Chap qilib yoki tortyaptilar. Baliqlarni gap yo'q. Kimdirlar sal kattaroq, kimdirlar sal kichkinaroq baliqlarni ulashyapti. Gap yo'q. Yo! Bunga bitta baho beringlar. Ichkariga kirishni. Gap yo'q. Hoppa. Chiqyapmiz yana Darsh tepaga. Bu yoq mahalliy bozor ekan-da, kichkina. Suvenirlarni. Mana. Bu yerda mana achkilarni tashlash qo'yadigan achkilarmi deyman? Yaxshi. Bu yerda hozir yana chiqish bor. Chiqamiz. Shunaqa Galata kulesiga qarab ketamiz. Hoppa, shundoqqina oldidan chiqdik. Galata kulesini. Bu yerda mana o'sha Galata kulesi va odam juda ko'p chiqmoqchi bo'lgan. Chiqish 30 euro turadi. Va biz shunga chiqib yuradiganmiz. Va student variant, sal ekonom variant. Shunaqa masala. Atmosfera bu yoqda shunaqa. Uylar, odamlar ko'p, suvenirlar magazinlar ko'p. Shunaqa. Hop, mana shuni to'xtatib period qilib olasizlar. Mana shunda bor ekan. Hoppa. No, osmonga qarasa, вообще jinniy uyda. Mana bolalar bilan chiqib ketish ashtamasi kerak. Ishqilib bu yoqda mahalliy bozordamiz biz. Nice hammasi bizda. Yaxshi. Hop, mana ashdan kirishot shekilli odamlar tepaga. Biz bo'ldi ichkariga kirmaganimizga, balkim keyin safar kiramiz. No, biz uchun hozircha tugadi. Biz endi sekin ko'rib oldik, rasmga tushib oldik, sekin otelga borsa ham bo'ladi, xudo xolasa. Shout out to those who knows the FNAF Freddy Mishka. Xullas hozir bolalar bilan biz bir 25 yevrolarga taxminan qancha 1200 liraga 20 gigabaytli sim karta oldik bitta dona. Endi shu faqat internet, nomersiz, faqat interneti bor. Endi bemalol sim kartasiz faqat bilgan lokatsiyalarimizga borotdik. Qiynalib odamlardan yo'l so'rab, internetlarni yoqib turinglar deb. Endi bu yoqqa o'zimizning internetimiz bor, bemalolmiz, xohlagan lokatsiyamizga bemalol aylanib kelamiz, betga. Lekin qiziq tomoni Turkiyani o'zi bir kun o'zi aylanib qo'ydik. Ko'p joylarda bir kun aylanib qo'ydik va hali kun tugagani yo'q. To'g'rimi, bro? Shunga все. Endi yana 4 kunimiz bor. 4 kun nima qilamiz bilmadim. 4 kun nima qilamiz yana bilmadim. Xudo xolasa, endi joylar bor. 4 kun Istanbuldan maksimum vyjimать qilamiz endi.
Sekin bu yerda endi hozir Aya Sofiya tomonga qarab ketamiz. Bu yerda shuni boshdan o'tish kerak ekan va har xil restoranlar bor. Mana milliy bor, tam yangi zamonaviy bor. Sal orqada yana boshqachalari bor edi. Shunaqa masala gap yo'q. Xullas, mana bu yerda Misr bozori bor ekan. Otelimizda tur bor-da, agar turni olsak, aylantirib Misr bozoriga tashab ketishadi, keyin olib ketishmaydi. Oteldan olib ketishadi, lekin otelga olib borib qo'yishmaydi. Bu yerda ham qaysidir masjid bor, jome, ya'ni bu yerda chiroyli qurilgan, kattagina, gap yo'q prosta. Yana hozir bu местный bozorlar davom ettiramiz aylanishimizni. Bu yoqda sahar doimgidek turk marojnichilari kontent qilishyapti. Hamma yoqda g'arosh, shov-shu. Gap yo'q. Bu yoqda yana o'sha ajoyib mana shuni stilning joylasida bo'ladi. Qancha bor-u, обычный anu shuni tekis devorini ko'tarib qo'yib, tomonini yopib qo'ymaganda, chiroyli stilni qancha bor qanadir. Xus. Hop, bu yoqda masjid qurilishda bo'lyapti. Aya Sofiya masjidi qurilishdamikin degan savol bor. Lekin yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Ular bu yerda gumbaz qurilyapti tepadagi masjidda. Ana yerda ham juda chiroyli bitta masjid bor. Opa. O'sha bo'lishi mumkin. Ana yerda yana bitta juda chiroyli masjid bor. Juda chiroyli qurishibdi. Yani rovni qarama-qarshisida Aya Sofiya masjidi bor deb aytishdi bizga. Va bundoq qarasam, rostdan Aya Sofiya masjidi ekan va u hozir qurilishda ekan. Mana Aya Sofiya İlk-bir Cami Serifi. Hagia Sophia Grand Mosque. Maşallah, bismillah. Yapıyor abi. Tekshiruvdan o'tsa kerak, keyin ichkariga o'tsa kerak. Namoz o'qiydigan joy bor ham shu. Bu yerda shunchaki dress code ham bor ekan, to'g'ri kiyim yuringlar degandek. Opana. Ancha kuni eskiligi bilinmoqda lekin. Yaxshi, gap yo'q. Opa, ichkariga kirish lekin bor, ichkariga kirish jotki. Xo'sh, o'rtoqlar, biza kirdi Aya Sofiya masjidiga. Mana ichida rostdan qurilish bo'lyapti. Lekin mashalloh gap yo'q. Ichkariga kirdi biza. Mana qaranglar. Wow. Bitta hozir namoz o'qiydigan joy ekan. Namozlarni o'qib olib, endi yana bitta qolgan qismida bemalol sayr qilsak bo'laveradi. Ba'zi qismlari yopilgan. Hammasi yaxshi. Shunaqa bu. Shunaqa o'rtoqlar, Aya Sofiya masjidiga kirdik. Ozgincha shu ikki rakat namoz o'qib olib, ertaga chiqamiz. Bo'ldi. Ham videolarga tushib, zo'r. Mana o'tirma tarixiy, haqiqiy va tarixiy obida gap yo'q. Xullas, men o'zim oldin eshitgan tarixim bo'yicha aytib bersam, xudo xolasa to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha oldingi davrlarda xristianlikda ikkiga bo'lingan, bittasi bu taraf anaqa Italiya tarafidagi bo'lgan, ikkinchisi mana shu Konstantinopol, ya'ni Istanbul tarafida bo'lgan. Ya'ni Turkiya tarafida bo'lgan. Va o'sha ikkiga bo'lingan, aniq eslolmayman qaysi tomonda pravoslavlar, qaysi tomonda katoliklar edi. Lekin shunaqa bo'lganki, ikkalasi ham bir-biriga qarshi konkurensiyada bo'lganda, Fatih Sulton Mehmet kelib turib, bu yoqni bosib olganlardan keyin, Konstantinopolni fath qilganlardan keyin, nariyo tarafda Italiyadagi xristianlar kutib turishgan. Bo'ldi, Fatih Sulton Mehmet fath qildi, meni sindirib yuboradi bu yoqni. Chunki bu anaqa Aya Sofiya основной bo'lganda, как раз основной o'sha o'zlarining konkurentlarini, italiyaliklar uchun konkurentlarini основной takoy joyi bo'lgan, markazi bo'lgan. Shunga Fatih Sulton Mehmet sindirib yuboradi, biz yuboradi deyishganda, Fatih Sulton Mehmet ham buni tushungan holda qilmaganda, shunchaki qo'l bosib olgan va qoldirgan shundoqligicha. Va bu yoq Aya Sofiya markaz sifatida qoldirgan. Keyin vaqt o'tgandan keyin bilishim bo'yicha bu yoq уже cherkovdan o'sha masjidga keyin o'tkazilgan bo'lish kerak. Adashmayotgan bo'lsam, bazaviy anaqasi tarixi mana shu Aya Sofiyani xuddi shunaqa bo'lgan. Hozir kirganimiz Aya Sofiya bo'lsa, bu yoq tarafda Sulton Ahmed. Bu yoqda как раз o'tuvchi Sulton Ahmed deb nomlangan masjid bor ekan. Wow, ikkalasiga kirib ketamiz. Lekin buni tarixini bilmas ekanman, men to'g'risi Sulton Ahmedligini hozir o'rtog'imdan eshitib qoldim. Oppa.
Hozir o'rtog'imdan eshitib qoldim. Ko'ramiz hozir buni ham. Sog' bolalar ham o'rindiqlarda o'tiribmiz, lekin men bitta bunaqa video ochilyapti. Ajoyib manzara. Sulton Ahmedga ichkarisiga o'tib kiramiz. Masjidni katta yetarlicha joyi bor. Va hozir yana ichkariga kirib boramiz. Svetlari ham yondi, chiroyliroq bo'lib. Hoppa, ana. Mashalloh, marhamat. Biz ichkariga kirdik. Biz keldik. Vo, kadrga tushib edik bola. Bu bola bor kadrda. Ish qidirib yurgan kunlarimdan bor bu bola aytgancha. İçeride bir yoqda yana aylanadigan joy, turist uchun va bu yoqda yana namoz o'qiydigan joylari bor. Bu yerda ham 15 minutdan keyin shom bo'ladi. Sulton Ahmed masjidida ham xudo xolasa shom o'qib keyin ketamiz. Gap yo'q shunchaki. Bo'ldi, Sulton Ahmed masjidida shom namozini jamoatda imom kelib o'qib berdilar. Bitirdi ishni. Bugungi kunga juda ko'p aylandik. Menimcha juda uzun video bo'lsa kerak video. Chotki yana hali bor. Chunki keyingi kunlar bor, xudo xolasa hali dengiz oldigami, okean oldigami o'tib kelish kerak. Okean yo'q, dengiz oldiga o'tib kelish kerak. Yana ba'zi bir boradigan joylar bor ekan. Shu yerlarga boramiz, ko'ramiz, xudo xolasa shunaqa kun bitta masjidga baho berib olasizlar. Hoppa. Oy. Juda chiroyli masjid. Bu boru kamera babu anaqa bermayapti, effekt bermayapti. Sal rozuvero effekti beryapti. Bu yoqda oppoq. Bashi chiroyli. Gaz. Turistlar ham ko'p ekanchi. Hop, chiqib ketishimizda yana mana shunaqa narsa bor ekan. Qaranglar. Hoppa. Gap yo'q. Odamlar ham sekin kechki sayrga chiqqan hamma. Hoppa. Chiqib biz 3 ta o'zbek bo'lib xotirman Turkiyaga to'liq ham 3 oylik bepul viza atmay qilib kelmasak bo'ldi desam. Xudo asrasin. O'shna masala уже charchadik, to'g'risi rostdan uzoq kun bo'ldi. Ertalabdan beri yurimiz. Kam uxlaganmiz, juda kam uxlaganmiz va shunaqa masala. Endi sekin hozir ovqatlangan boramiz, keyin otelga o'tamiz, keyin uyquni beramiz, lekin ertalab yana turamiz xohlasa. Bugungi kun bo'ldi. Xayr. Mayli, o'rtoqlar, men xayr demoqchi edim, qarasam Turkiyani kechki Turkiyasi bor ekan-ku. Qahva magaziniga keldik. Har xil choy, qahvalar bor. Mamlakatdan quyib berishda bitta ichib ko'rdik, qizildan. Kichkinaga. Shunaqa masala, ko'ramiz. Har xil qahvalar, choylar, moylar. Tashqarida ham havo zo'r, aylanadigan joy bor. Xullas bitta magazindan keyingisiga keldik. Bitta asal, basallar, har xil narsalar. Magazinning o'zini qaranglar. Yorqin-ku, o'sha gap yo'q. Sekin magazinlarni aylanib yuramiz uygacha. Hozir ketamiz, yarim soatda yuradi umumiy uygacha. Yegan ovqat hazm qilib, keyin otelga borib uyquni bosib olamiz. Salqin Istanbul kechalarida biz aylanib yuramiz. Ko'chada ba'zi okalar bor ekan, o'sha choy magazinlarining oldida issiq choylarni olib turibman, anorli choy, kichkina stakanchalarda bo'lar ekan, probniga. Ichib ko'ringlar deb beradiganlar bor ekan. Mayli deb olib ko'rdik. Yaxshi, shunaqa salqin, tinch. Orada masjidlar ko'p bo'lganiga shu namoz vaqtida kelganda azonlar eshitiladi. Hashcha gap yo'q. Otellar ko'p. Yurimiz sekin boshlig'i.